İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün gelgen dersimiz bolsa İmamul Azam Ebu Hanife Nu'man ibn Thabit radıyallahu teala anhu ve erdah yazgan Fiqhul Ekber namlıq bu qimmatlik asarning tekstini o'qish bilan birga bu asarning muhim sharhlaridan biri bo'lgan İmam Al-Baghdisiy rahimahulloh yazgan Sharhu Fiqhul Ekber namlıq qisqacha sharhisini birga o'qiymiz. Bizning bugun ko'rgan darsimiz bo'lsa biz aqida bilimini cho'ng jihatdan 3 turga bilgan ilahiyat, nubuvat, samiyat deb. Bugungi darsimiz shu nubuvatga tava bo'lgan. Nubuvatning o'zi emas, ammo nubuvatga aloqador bo'lgan. Ya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-ulema'u varasatul enbiya. Yani alimlar, mening ummatimning alimlari, mening yo'lim tutganlar peygamberlarning mirosxo'ri degan qoida bo'yicha şu peygamberlarning izini tutib mangan. Şu alim, şu kishilarniki, sahoba, tabiin shularniki meseleler haqida to'xtalamiz. Bu şu nubuvat bobiga tava. Xo'sh, endi Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh deydiki afdalun nasi ba'den nebiyyin. Endi yana bir gap bugun so'z aytganimiz shu xulafai roshidinlar haqidagi bo'lgan ahli sunnat va jamoat aqidasi, e'tiqodi. Amaliyotda bu ilahiyat, nubuvatning o'ziga bevosita kirmaydi, mesela men so'zlab o'tgandek. Lekin mushu haqda, ya'ni mushu xalifa roshidinlarni yaxshi ko'rish yoki yaxshi ko'rmaslik masalasida islom ummati Rafida, Shia, ahli sunnah deb ikkiga bo'linib ketganligi uchun ahli sunnat va jamoat aqidasiga bu kirib qolgan bu masala. Bu masala. Rafidalar, Shialar shu xalifalar haqida to'g'ri qaramaganlik uchun to'g'ri qarashdikilar bo'lsa sunniylar deb shu ahli sunnat va jamoat aqidasiga kirib qolgan masaladan birisi shu. Shu sababdan. Cho'ng sabablardan biri. Endi İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah dedi ki afdalun nasi ba'den nebiyyin aleyhimus salatu vesselam. Yani peygamber aleyhimus salatu vesselamlardan kalsa kişilerin en evzili Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhudur. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu cimi peygamberlerden kalsa en ulu insan, en hürmetlik insan. Çünkü bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en dastlabki iman etgan kişilerden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke mükerremetiga hayatida ve Mekke mükerremedin Medine Münevveregacha bo'lgan safar hayatida, Medine Münevverdan keyin bo'lgan Resulullah vafotlabgacha bo'lgan hayatida ve Resulullah vafot bo'lib ketib bo'lgandan keyin o'zi vafotlab ketganga qadar bo'lgan hayatida Resulullah Allah ve Allah'ın Resulü için haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qilgan ve Resulullah'a her daim, her zaman ishongan, chin ko'nglidan tasdiqlagan, Siddiq degan nomni olgan zotdir. Ve bu Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'niki Siddiq degan nomni olishning yana bir sababi bo'lsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke mükerremede Mi'rajga chiqarilgan vaqtida, Isro Mi'rajgisi bo'lgan vaqtida ertesi Resulullah Isro Mi'rajni yenib kelib, Mekke mushriklarni yig'ib, men bugun Isro Mi'raj qilindim degan vaqtida butun Mekke mushriklar yig'ilib, "Voy, endi sening hamma gaplaringga mayli degan to'q, endi ma gapni uzang qilding. Endi sana biz u ishonmaymiz, hatto sana ergashganlar ishonmaydi" deb Resulullah qattiq haqoratlab, Resulullahni masxara qilib, endi sening ishing tugadi, bu gapingga hech kim ishonmaydi deb xushul olishib, shunda turgan hatto ba'zi musulmon bo'lganlar dindan yenib olgan,
ba'zilari shak qilib qolgan. Qattiq munda paytda bular birinchi qilib Muhammadning eng yaqin do'stini yangi berib, uni yondirayli deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yanıga kelib, "Hey Abu Bakr, sening sahibing bir kechada osmonga chiqib keldin, bir kechada Baytul Muqaddas ko'rib keldin" deydi. Sen bu gap ishonamsa degan. Shunda degan vaqtida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, agar u shunda degan bo'lsa, albatta ishonaman. Agar u shunda degan bo'lsa, albatta ishonaman deb shunda degan. Mana shuning bilan ashada Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga Siddiq degan nom ashada berilgan deydi. Xo'sh. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bak yaxshi ko'radi. Ondan bak yaxshi ko'radi. Hatto Umar radhiyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xaplashib qolgan vaqtida Rasululloh Umar radhiyallohu anhu qaramagan edi. Shunda darajada. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bir qancha sahoba sal xaplashib qolib aralashib qolganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xaplab "Fahal antum tariku li sahibi? Fahal antum tariku li sahibi?" Sizlar mening sahibimni tark etamsizlar? Sizlar mening sahibimni tark etamsizlar? Makkada hech kim menga ega chiqmaganda meni qarvagan. Ayndaq pul bilan meni qarvagan, mel bilan qarvagan, hatto pul mel asqatmagan yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni Makka mukarramada namoz o'qiyotdi. Namoz o'qib Abu Jahl kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni men qattiq uraman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqoratlab, shu kiyimlarini tortib yirtib Rasulullohni shunda ayda o'g'li shunda kelishi butun Makka mushriklar yig'ilib olgan chog'da Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yurib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib o'tib Rasululloh menda o'zi tupski etib qo'g'dab turib qo'g'dib olgan. Hamma bilan Rasulullohni tortib chiqib olgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu urib hattoki aylantirib vujudini dassab vujudini ketgan. Hatto Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu so'rab Abu Qahafani uyiga olib qo'ygan. Bu shunday holatda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda men hech kim menga ega chiqmagan chog'da, hech kim meni qaramagan chog'da menga qarvagan, menga sodiq bo'lgan do'stimni sizlarni tark etamsizlar deb Rasululloh bir qattiq bo'lgan edi. Mana shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudir. Biz bu sahibul g'ar bo'lgan Qur'oni Karimda uchuq tilga olingan sahibul g'ar deb bunda tilga olingan bu zotni unda qisqa bir darsda so'zlab buniki qissalarini, fazlarini deb bo'lmaymiz. Ammo buni oxir ayrim bir dars ketadi vaqt kelganda inshaalloh. Endi dars kelaydi. Summa Umar ibn al-Xattob al-Faruq radhiyallohu anhu. Ondan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan qolsa eng afzal kishi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhudir. Endi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu musulmon bo'lishi bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davomli bunda duo qilardi. Ey Alloh, ikki Umarning biri bilan islom dinini kuchlantirib bersa duo qilardi. Chunki biri Amr ibn Hisham, yana biri Umar ibn Xattob. Mushu ikki Umarning biri bilan islom dinini kuchlantirib bersa degan edi. Birisi Abu Jahl, yana birisi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Allah Rasululloh bu ikkisini qolsin yaxshi ko'rsin, shuni kuchlantirib islomni kuchlantirib bersa degan edi. Payg'ambar sollallohu duosi Umar radhiyallohu anhu haqida ijobat bo'ldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'lgandan tortib azonni uylik o'qiydigan va islom dinini oshkor da'vat qiladigan, Ka'baga borib oshkor tavob qiladigan bo'ldi. Musulmonlar. Sahobalar deydi, biz Umar musulmon bo'lgandan keyin biz izzat his qildik, o'zimizni azizligimiz qilgandik deydi. Umar radhiyallohu anhuning dinga qo'shgan tuhfasi Rasulullahning hayotida va Rasulullahning hayotidan keyingi fathilarini biz sanab deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Intayin ko'p. Umar radhiyallohu anhuning Rasulullahning hayot vaqtida shuncha jasoratini ko'rsatib, Qur'oni Karimning haqidagi bir qancha oyatlar Umar radhiyallohu anhuniki shu ra'iy ko'z qarashi bo'yicha tushgan bir qancha. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohga, "Ya Rasululloh, sizning ayollari bir hijoblangan bo'lsa" deb bir maslahat bergan chog'da shu hamon Alloh taolo tarafidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hijobni haqida oyat nozil bo'lgan masala. Shunda bir qancha masalalar shunda Umar radhiyallohu anhu ra'iy bo'yicha tushgan. Hatto azanni tanlashdimi Umar radhiyallohu anhuniki ra'iy bo'yicha masala. Shuni ko'rgan bo'yicha. Undan keyin Rasululloh vafotlab ketib bo'lgandan keyin
Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu sadık tutdu Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu patoğandı ki Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu halifelik oyuna çıkıp acayip köp fethiler buldu. Müslümanlar güçlendi. Kisra, Kayser, Romla hemmisi mağlup oldu. Parisler mağlup oldu. Hem İslam imperiyası intayin kengaydı. İslam halifeligi intayin güçlenip kengaydı. Mana eğer Ömer bin Hattab radıyallahu anhu yeni bir qancha yil yaşap qolgan bo'lsa, balki butun dunyoda kafir qilmas edi. Mushunda darajada islomni kengaytdi doirasini. Alloh taoloning fazli marhamati bilan. Mana mushu zot Ömer bin Hattab radıyallahu anhudir. Bu zotga Rasululloh hayot vaqtida Faruq deb nom berilgan edi. Bu Faruq deb nom berilishniki sababi bo'lsa, bir Yahudi bilan bir munofiqdan biri davolashib qoldi. Bir haqni talashib. Asli haq Yahudi bilan birga edi. Nahaqchi bo'lsa kim edi? Munofiq edi. Shundan bular davolashib Yahudi dedi Muhammadni qishig'i borayli. Muhammad adil. Shuni qishig'i borsa aramizda adil hukm chiqarib qo'ydi dedi. Ama munofiq dediki yo'q biz Ka'b ibn Ashrafning qishig'i borayli dedi. Shundan bular davolashib Rasulullahning yoniga keldi. Rasulullahning yoniga kelganda Rasululloh bu ahvolning davosiga qarab haqning Yahudi taraf ekanligini ko'rib Rasululloh bu musulmon bo'lsa-mu, yana Rasululloh adil bo'lganligi uchun Yahudi taraf hukm qilib berdi. Hukm qilib bergandan keyin bu munofiq bu Rasulullohning hukmiga qoyil bo'lmay, yeni bir yerdan chiqib, "Men biz Umarning qishig'i bor. Umar bek adil. Umarning qishig'i borayli. Bu Muhammad yaxshi hukm qilib bermadi" deb Umar roziyallohu anhu qishig'i bordi bular. Umar roziyallohu anhu qishig'i borganda Umar roziyallohu anhu chiqib nima ish oldi deganda Yahudi Muhammad menga hukm qilib bergan edi. Mao sening sahibing unga qoyil olmay sening keldi degandan keyin Umar roziyallohu anhu munofiqlar shunda oldimi deb so'raganda, "Ha, shunda oldi" degandan keyin to'xtab turinglar. Ushlayinglarni midlamay turinglar. Men kelib chiqay deb kelib, qilichini ilib chiqqancha haliqi munofiqning kallasi chiqyapti. Kallasi o'tirib o'tdi. Va dediki, Allohning rasuliga, rasulning hukmiga qoyil bo'lmagan odamning jazisi mana musho, hukmi mana musho deb shunda hukm qilgan edi. Shu hamon Jibril alayhisalom deyib keldiki, Ömer roziyallohu anhuga Ömer haq bilan botilning orasini ayladi deb shu vaqtda Faruq haq bilan botilning orasini ayrug'uchi, keskin hukm qiluvchi degan mushu nomshal berilgan edi. Tabiiyki bundan boshqa Ömer roziyallohu anhuning hukmlari adolatligini biz deb bo'lmaymiz, intayin ko'p. Haqiqatan mushu nomga loyiq zot edi. Mana shu bizning xulafai Rashidullohning payg'ambar vasallamning alaykum bi sunnati ve sünneti el-Hulafa er-Raşidin. Yani mening sünnetimni lazım tutinglar ve Hulafai Raşidillahning sünnetini lazım tuting degan Hulafai Raşidillahning ikkinchisi kim? Ömer ibn Hattab el-Faruq radıyallahu anhudur. Ondan keyin yani Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu qolsa Osman ibn Affan Zunnurayn radıyallahu ta'ala anhu. Endi Osman ibn Affan radıyallahu anhu yani halifelerinin üçüncüsü, Hulafai Raşidillerinin üçüncüsü bo'lgan ve Zunnurayn, ikki nurning igisi deb nom olgan, eng suyumlik, eng hayolik zot Osman ibn Affan radıyallahu anhudur. Bu zotning ikki nurning igisi deb nom qilishi sababi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu zotga o'zining ikki qizini bergan edi. Avval Ruqayya binti Muhammadin sallallohu alayhi vasallam ne bergan edi. Undan keyin Ruqayya onamiz vafotlab ketgandan keyin uning kichik Ummu Kalsum binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam shu qizini bergan edi. Va undan keyin bu qizimi vafotlab ketdi. Rasululloh dediki, agar uchinchi bir qizim bo'lgan bo'lsa, uni beratim senga degan edi. Ya'ni Rasulullohning shunchalik roziligini olgan sahobiy edi. Osman roziyallohu anhu shunchalik bag'ri yumshoq, shunchalik hayolik, Resulullah'ın şunçilik razılıkını alan sahabiydi. Ve Mekke'deki Osman radıyallahu anh Mekke'deki intayin yüzlük bay sahabalardan bulup Resulullah'a iman etkenlik nurulgan cepha azarlarını çıkıp Resulullah ile birlikte Mekke Mukerreme'nin Medine gibi hicret kılıp ve şu hayat ceryanında İslam dini için nurulgan mal dünyalarını Osman radıyallahu anh'ın mal dünyası intayin köpken sarf kılıp etken edi. Hatta bir huduk ne? Acayip kıymet bir huduk ne?
musulmonlar uchun setib olgan edi. Payg'ambar alayhisalom bundan keyin Osmon nima ish qilsa uning ziyoni kuzanmaydi degan edi. Makkatul Mukarramada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhida Osmon roziyallohu anhuni nima kirgizib o'tib, Makkaliklar bilan suylashga kirgizib o'tib, uni keyinidan Bay'atul Ridvon daraxtida o'sha daraxtning ostida nima qilingan. Rasululloh bay'at olgan sahobalar. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara degan yer. Ashada payg'ambar alayhisalom qo'lini chiqarib turib, "Mavo Osmonning quli. Osmon Allohning rasulining hojati haqida kelib ketdi. Mana bu Osmonning quli" deb bay'atini uzib bergan edi. Osmon roziyallohu anhu bay'atini. Mana bu shunda katta sahoba edi. Bu sahabini xuddi Ömer radıyallahu anh şehit qilib o'tgandek Osmon ibn Affon radıyallahu anhu oxir damda Abdullah ibn Saba boshchiligidagi Yahudilar qudrat qo'liga keyin kirib ketgan bir qism ozg'in kishilar şehit qilib o'tdi. Alloh bu zotdan rozi bo'lsin. Summa Ali ibn Abi Talib al-Murtada radhiyallohu ta'ala alayhi ecmaîn. Ondan keyin Osmon radıyallahu anhu'nun qolsa en afzal kishi kim? Ali ibn Abi Talib al-Murtada radıyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh bo'lsa eng avval musulmon bo'lganlarning biridan edi. Ya'ni musulmon bo'lganlarning ichida cho'nglardan eng avval musulmon bo'lgani cho'ng aylardan Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu. Ayollardan eng avval musulmon bo'lgani Xadija Kubra radıyallahu anha edi. Kichiklardan eng avval musulmon bo'lgani Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu edi. Mana bu eng avval musulmon bo'lganlarning qatoridan edi birinchi. İkinci İslam dininde bu zaten ko'rsatgan shijoatlari, boturliklari sanab bo'g'ilib bo'lmaydi. Bu zotning al-Murtada deb nom otilib qo'yishning sabablaridan biri mu Payg'ambar alayhisalom o'ziniki kuyug'unligiga rozi bo'lgan. Murtada degan bir rozi bo'lingan degan gap. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom o'zining kuyug'unligiga rozi bo'lgan zot. Fatima radhiyallohu anha, Fatimatu Zahra radhiyallohu anhaniki iri bo'lishga rozi bo'lgan zot. İkinci Xaybar kuni Payg'ambar alayhisalom men ati bayroqni Alloh va Allohning rasuli yaxshi ko'radigan bir odamga beraman dedi. Atsi ham böyle hatta Ömer radhiyallohu anhu dedi, men orzu ketdim o'sha bayroqni menga beramiga deb orzu ketdim deydi. Atsi bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bergan edi. Alloh taolo Allohning rasuli rozi bo'lgan kishi mush Ali radhiyallohu anhu ekan, Murtada. Ali radhiyallohu anhu'niki sifatlarini digili tutsak bu adalsizlik. Hatta Peygamber aleyhisselam deganki sen bilen men xuddi Harun bilen Musa o'xshaymiz, ammo mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Bo'lmasa sen menga shunchalik yaqinlik, shunchalik yaqin, shunchalik ishonchlik zot senda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinatul Munavvarga borganda bütün sahabe, ansar, muhojirlarni har birini ishkini qilib qarindosh qilib qo'ydi, bir tuqqan qilib qo'ydi. Rasululloh o'ziga kimni tuqqan qo'ydi bilamsizlar? O'ziga Ali ibn Murtada, Ali Murtada radhiyallohu anhu qarindosh qildi. Ali meni qarindoshim bo'ldi. Ya'ni o'ziga bir tuqqan bo'lishga Ali radhiyallohu anhu rozi bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ammo Shia degan firqamu Ali radhiyallohu anhu'niki ajoyib katta fazilatlarini bilganlik, ko'rganlik uchun bu vaqtda haddini oshirib o'tib to'g'ri yo'ldan chiqib ketganlar. Ali radhiyallohu anhu anda odatdagi normal bir sahoba emas edi. Ya'ni u zotniki payg'ambar emas, ammo intayin fazilatlari ko'p, islom dinida ko'rsatgan xizmatlar intayin ko'p bir zot edi. Ammo mushunda katta zotnimi yana nimalar o'tirib o'tdi? Xavorijlar yoki Abdurrahman ibn Muljam degan badbaxt o'tirib o'tgan edi. Anladın. Ömer radhiyallohu anhu Abu Lu'lu degan majusi o'tirib o'tgan edi. Ali radhiyallohu anhu Abdurrahman ibn Muljam degan badbaxt buni xavorij deyishdi, shu o'tirib o'tgan edi qaslab. Namoz o'qiyotgan vaqtida. Demak, hammasi shehidlab ketgan edi. Alloh taolo bulardan rozi bo'lsin. Abidina sabitina alal haq, yani abidina ey hum kanu ular hammasi abid edi, ibodat qiluvchi edi. Noit ibodat xonanda
Fasık emas. İbadetni az kıldıgan emas. Yani ibadetni köp kıldıgan zatlar idi. Sabitine alel hak. Hak üstüde mustahkem turguçular idi. Haqqançı haq açık bulap kelsin, nim bulap kelsin, haqdan qat'i taymaydi. Ve ma'al haq davamlıq haq bilen billa idi. Netevallahum cemi'an. Mana bir şey kelgende bu meseleniki akide meselesi kirip kılışının sebebini İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah bayan koydu. Netevallahum cemi'an diyen yani nuhibbuhum cemi'an. Ulanı hemmisini birlikte yaxşı görümüzdeydi. Ulanı hemmini birlikte dostumuz. Yani onu ayırıp koyup Ali radıyallahu anh yaxşı görüp kalan üç eylenini Rafizler kılgandek düşman tutmayımız. Hemmisini yaxşı görümüz. Ve la nezkuru ahaden min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem illa bi hayr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarının hiç kimni yaxşılıktan başka gap bilen zikir kılmayımız. Ulanı fakat yaxşılık bilen tilgalımız. Ulanı fakat yaxşılık bilen tilgalımız. Yaxşılıktan özgü gap bilen tilganmayımız. Hiç kandak bir sahabini nima qilmaymiz? Yaman gap bilen tilganmayımız. Ve la nukeffiru muslimen bi zenbin min az-zunub. Hiç kandak bir musulmanni günahlardan bir günah bilen küfürge çıkarmayımız. Ve in kanet kebireten iza lem yestahilha. Egerçe o günahı çoğun günah boğan takdirde mu şu günahını, kaçan ki şu günahını halal sanımağındaki takdirde biz onu kafire çıkarmayımız. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve in taifetani minel mu'minine iktetalu fe eslihu beynehuma. Eğer müminlerden iki taife, iki grup birisi birisini öldürüşüp kalsın mı, birisi birisini öldürüyorsa mı, bu ikisinin arasında yarıştırıp koyuyorlar dedi. Yani adam öldürüş en çok günah, en ağır günah. Bütün insanın öldürgenin günahı bulduğun. Men katala mu'minen müteammiden fecezâhu cehennem dep ayet kelgen. Mu'minni kasa öldürgenin ki cezası cehennem diye ayet kelgen. Bütün insanları öldürgendek bulu diyen ayet kelgen. Adam öldürgenden ağır günah yok. Muşunda ağır günah ka bu adam nima Allah mu'min dep atadı. Minel mu'minin dep. Demek günah məsiyetlə imanını çıkıp ketmeydi bir kim. Ama günah məsiyet ötközse, bu günahın tövbe kılmayı kesse, onu ki Allah Teala eğer onu ki günahını mağfiret kılmasa, devzat küyüp uzak müddet ki günah şüküp boğandın kin, kalbideki iman, zerrece iman bolsa Allah Teala'nın ki rahmetinden ahir cennete çıkılır. Allah Teala bu devzakki bunda bir köz yumup açıkçı devzak kirip kalsın, Kudayım yüzü saklasın. Bir adam devzakka köz yumup açıkçı kirip kap kalsa, bütün dünyada yaşayan rahatını unutmayı dedigen. Bir çukurup çıkar adam, Kudayım saklasın. Devzakki bir çumup çıkıp serisini Allah Teala saklasın. Ulu Kudayım, devzakki çürmesinden cennetki girdiğin bellerini kızın Ulu Kudayım. Hem de günahı kebirine halal sınıp, mesela namaz okun, mesela bir adam sual soruş gerek. Anda olsa bir adam namaz okumasa, Peygamber Aleyhisselam namazını okumak adam kafir dedi o. Müslüman bilen küfrünün arasındaki insan bilen küfrünün arasındaki fark namazı terk etiş degeniydi o. Kim ki farz namazı kasten terk etse bu kafir degeniydi o. Bunun ne değiştirdiyse yani bunu hemmeniki manisi yani namaz ne? Namazın farz emez. Namazın farz emez. Okumuzu mu buludu dep namazı inkar kılsı kafir. İnkar kılıp terk etse. Metkasten degeni yani namazın farzını inkar kılıp terk etse bu kafir. Ama bunu unutup kalıp ya kulap kalıp ya ki hem hukukusu var Müslüman farzını biliyordu. Lakin şeytanın kendini kip kalıp terk etse acayip bir günah kabul oldu. Günah kabul etkisiken bu lakin bu kafir olup gitmeydi. Eğer çünkü onun tövbe kılıp namazının kazasını kılıp Allah Teala yığılıp esilip tövbe kılsa Allah Teala halısını mağfiret kılıp ahirette azaplamaydı. Eğer halısa Allah Teala şirkle mi kettirmegen bolsa Allah Teala onu halısı mağfiret kılıdı, halısı azaplaydı. Allah Teala şirk kettirgen günahını Allah Teala geçirmeydi. Şirkten başka günahlarını Allah Teala halısı geçiriyordu. Muşuk uçuk İnnallâhe la yaghfiru ey yüşreke bihi velakin yaghfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Tamam. Ve yaghfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Dik ayetinin ucudumu uçuk çıkartılmış. Hoş. Ve la nuzilu anhu ismel iman emdi. Günah-ı kabir etkizgen adamın iman ismini elif etmeyimiz. Bunu müminlikten çıkıp etmeyimiz. Ve nusemmihi mu'minen hakikaten. Biz bunu hakikaten mümin de batayımız. Yani adam mecazi mümin emez. Cın mümin de batayımız. Cın mümin de batayımız.
Endi bu yerda inchki bir mesele var. Musulmonni günah bilan iymonni chiqartmaymiz dedi. Keyin mu'min deb ataymiz degan gap İmom Azamniki maqolidan. Ya'ni iymon bilan islom ikkisi xuddi zohir bilan botin o'xshaydi. Bir qo'soq bilan mo'ra dumchiga o'xshaydi. Endi bir pulning ikki yuziga o'xshaydi. İkisi bir iymonsiz islom bo'lmaydi, islomsiz iymon bo'lmaydi degan ko'z qarashni ishorat qilyapti-da. Va yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghayra kafir. Endi mu'min fasık bo'lishi joiz. O'zi kafir emas, mu'min fasık bo'lishi joiz. Ya'ni demak, namozni tark etgan, cho'ng gunohni qilgan odamni fasık deymiz, fasık. O'zi mu'min, lekin mu'min fasık. Mu'min kamil emas. Mu'min naqs. Bu kamal iymonni qilmaganlik uchun buni bo'lib qoladi. Mu'min naqs bo'lib qoladi. Mu'min fasık bo'ladi. Mu'min naqs bo'ladi, mu'min fasık bo'ladi. Endi lekin Mu'tazila nima deydi? Mu'tazila bir odam gunoh kabir qilsa iymondan chiqib ketadi, lekin kufrning doirasiga kirmaydi deb ular al-manzila baynal manzilatayn deb ikki manzil o'rtasidagi bir manzilni ijod qilib chiqarganlar bular. Anladin? Yani agar shunday holatga kelsa, tavba qilmay kelsa, bu o'lib o'lib kelsa kufr holatiga ketadi u. Agar o'lib bo'lib tavba qilsa iymon yanib ketadi u deb o'zi degan edi. Ammo ahli sunnatga qarshi iymonni chiqib ketmaydi, lekin bu agar tavba qilmasa, bu cho'ng gunohni tavba qilmasa kafir ölümüne ketiş xavf xatiri bor. Alloh taolo o'zi saqlasin. Vel meshu alal xuffayni sunnatun. Ikki o'takki masx qilish sunnatdir. Ve taravihu fi layali shahr Ramazon sunnat. Endi ikki o'takki masx qilish sunnat deb o'takki masx qilish sunnatni nima uchun bu yerga aqida babı tiqib qo'ydi desa, chunki shialar, rofidalar o'takki masx qilish deganni nima qilib, buni pochoq masx qilamiz deb putuq masx qiladi. Paypoq kiymagan, ütek kiymagan, maz kiymagan pochoqqa masx qilib, yalang'och pochoqqa masx qilib, mana ahli sunnat va jamoatniki cho'ng Savodul A'zamdan chiqib ketgan. Shuning uchun bu hukmni da'vat qildi. Undan keyin bu masx ikki o'takka masx qilish degan hadis mashhur hadis, ya'ni mutawatir hadisga yaqinlab qolgan mashhur hadis. Mashhur agar mutawatirga inkor qilsa kofir bo'ladi, mashhurga inkor qilsa bu kufrga yaqinlashtirib qo'yadi. Ve teravih fi layali shahr Ramazon sünnet. Ramazan aylarının keçilerinde teravih okuş sünnet. Bu teravih namazına inkar kılgan yani bir kısımları. Teravih namazına inkar kılışını ehli sünnetdeki şu aylardan birisi bulap kılgan bu. Ve salatu halfe kulli berlin ve facirin minel mu'minine caize. Emni mu'minlardan bulgan her bir yakşı yaman adamın kendinde namazı kuş caiz. Havarizda facir günah mesele ötközgenler kafir oldu deb çıkıp etken ve bazen aqidasi o'xshamagan odam keyin namoz o'qish harom deb o'tsak bo'ladi deb fatvo chiqarib shunday qilganlik uchun ahli sunnat har qanday yaxshi yomon musulmonlar bo'lsa keyin namoz o'qish joiz degan mush ko'z qarashni deb bergan. Xo'sh, endi biz sharhini o'qib qo'yaylik. Lamma faragha İmam Mag'nisavi rahimahulloh deydiki, İmam Azam rahimahulloh payg'ambar alayhissalatu vassalamlarni, payg'ambarlarni zikr qilib bo'lgandan keyin xalifelerni zikr qilishga boshladi. Faqal an mundaq dedi. Afdalun nasi ba'den nebiyyina alayhissalatu vassalam Abu Bakr Siddiq. Payg'ambarlardan qolsa eng afzal kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhudir degan qavlning sharhida mundaq dedi. Qala an-nabiyyu alayhissalam, payg'ambar alayhissalam mundaq dedi. Ma tala'at ash-shamsu wa la gharabat ala ahadin ba'den nebiyyina wal mursalin afdala min Abi Bakr. Yani Nebi peygamberler ve mursal peygamberlerden qolsa quyosh Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhudan afzalroq bir odamga chiqib boqmadi va g'oyib bo'lib o'tirib boqmadi dedi. Va ruya va rivoyat qilinishicha shunda rivoyat qilinganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir rivoyatda lamma zakara payg'ambar alayhisalom Miroj qissasini zikr qilgan vaqtida kazzabuhu Quraysh kafirleri Resulullah'ın yalgancığı çıkardı. Ve zehebu ila Ebu Bekir ve Ebu Bekir Sıddık Raziyalan'ın yanına bağırdı. Fekalu leh. Ebu Bekir Sıddık Raziyalan'ın bundak dedi. İnne sahibeke kad kâle keda ve keda. Senin mavu hemrahin mundak yaplarını kıldı. Dedi. Ebu Bekir Sıddık Raziyalan dedi ki in kâne kad kâle zâlik fehuve sadik. Eğer o şundak diyen bolsa uğraşçıl dedi. Thumme câe Resul. Anlakin Ebu Bekir Sıddık Raziyalan'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaşığı geldi. Fezekere lehu Resul. Resulullah Ebu Bekir Sıddık Raziyalan'ın aşu tefsili süzlep verdi. Fekullema zekere şeyen Resulullah her kadın bir şeyini dese, zikir kısa,
Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh mundaq deydi. Sadaqta. Sadaqta dedi. Ras ettin. Ras ettin deb shunday deb turadi. Falamma tammal kalam. Gap tamam bo'lgan vaqtida faqala Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh mundaq dedi. Ashhadu annaka Rasulullohi haqqan. Ben senin hakikaten mu Allah'ın berhak peygamber ekanligingga guvohlik beraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi ki ve eşhedü enneke sıddikun hakka. Ben bu senin hakikaten sıddık ekanligingga, haqiqiy tasdiqlovchi ekanligingga guvohlik beraman dedi. Keza tefsiril kebir. Tefsir kebir degan kitobda shunday kelgan deydi. Ya'ni tefsir kebir degan Imom Faxriy Razi yozgan Mafatihul G'ayb degan shu cho'ng hajmlik tefsir kitobi. Sümme Ömer bin Hattab. Andikin Ömer bin Hattab Faruk radıyallahu anhudur deydi. Kale Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ma min nebiyyin illa ve lehu vezirani min ehli semai ve vezirani min ehli ard. Hech qandaq bir payg'ambar bo'lmas. Agar bo'lib qolsa, u payg'ambarning osmon ahlidan bo'lgan ikki vaziri, zamin ahlidan bo'lgan ikki vaziri bo'ladi. Fa amma vaziraya min ahli as-sama, amma mening osmon ahlidan bo'lgan ikki vazirim bo'lsa, Jibril bilan Mikaildir. Amma mening zamin ahlidan bo'lgan ikki vazirim bo'lsa, Abu Bakr bilan Umardir deb payg'ambar shunday degan edi. Minal masabih deydi. Ya'ni masabihdan deydi. Ya'ni masabih degan qasdlamaydi, masabihus sunna. Imom Bag'aviy yozgan Masabihus Sunna nomli kitob, ya'ni Mushkatul Masabihning aslisi. Mushkatul Masabih shu nimaniki Masabihus Sunnaniki keyin yozilgan, tartiblab yozilgan kitob. Aslisi nima Masabihus Sunna Imom Bag'aviy yozgan. Va ruwiya an Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, anna munafiqan khasama yahudiyan. Bir munofiq bir yahudi bilan davolashib qoldi. Fada'ahu al-yahudi. Bu munafiqni Yahudi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaqirdi. Va da'ahu munafiq. Munafiq u Yahudini Ka'b ibn Ashrafning qishiga chaqirdi. Bu Ka'b ibn Ashraf degan kim desa, u Bani Nadir qabilasidan bo'lgan bir shoir Yahudi. Yahudining katibashlaridan biri. Islom dinini ajoyib ijmolik qiladigan, necha qatim sulhini buzib, ahdini buzgan, kelishini buzgan, xoin, munofiq, intoyin eski kofir hamdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxiri Muhammad ibn Maslama degan sahobini bo'lib o'ttirib o'tgan bu munofiqni. Islom dinida intoyin ijmolik qilgan bor. Ammo Ka'b ibn Ashrafning yoniga apmandi munofiq. Chunki bu yerdagi bu davoda munofiq nimada yolg'onchi edi. Haqiqisi Yahudi edi. Shuning uchun bu munofiq Muhammad degan olsak bilib qoladi deb, shu nimani qo'yman deb turgan edi. Summa innahuma andikin bo'sh kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishig'i davolashib keldi. Rasululloh eliq Yahudi hukm qilib berdi, chunki haqiqisi Yahudi bo'lganligi uchun. Falam yarul munofiq buni rozi bo'lmadi. Rozi bo'lmay bundoq dedi. Biz Umarning qishig'i davolashib boraylik dedi. Yahudi dedi. Undan bular Umar roziyallohu anhu qishig'i davolashib bordi. Yahudi bundoq dedi Umar roziyallohu anhu. Rasululloh menga hukm qilib berdi. Mavu uning rozi bo'lmadi. Rasulullohning hukmiga rozi bo'lmadi. Va seni unga davolashib keldi debdi. Umar roziyallohu anhu dediki, eliq munofiq. Rasululloh bo'ldimi dedi, munofiq. Ha, shundoq dedi. Shuni Umar roziyallohu anhu dediki, makanakuma hatta akhruja ilaykuma. Ben size çıkıp boğucu onunlardan midirmay turunlar dedi. Şuna Ömer roziyallohu anh kirip, yüzünün kılıcını elip andikin çıktı da bu münafıkın boynu şundak bir uruvedi. Hatta belet bu soğup kaldı diye beni bilip kaldı. Ve kal Ömer roziyallohu anh dedi ki hakeza akdi limen lem yarda bi qadaillahi ve qadai Resul. Allah'ın hükmüge, Allah'ın Resulü'nün hükmüge razı olmak için boşunda hüküm kılamayan dedi. Ve kal Cibril Aleyhisselam mındak düşüyordu. İnne Ömer farraka beynel hakkı vel batil. Fasummiyel Faruk. Ömer hak olan nahakның arasına ayrı dedi. Şunu olan Ömer radıyallahu anh Faruk degan isim koyulub kaldı. Keda fit tefsiril qadi. Yani tefsiril qadi, yani Qadi Beydavi'nin tefsirinde bunda kelgan deydi. Thumme Osman ibn Affan. Andinkin Ömer radıyallahu anh qalsa Osman ibn Affan radıyallahu anh. Zunnurayn. İki nurun ilgisi. Diyen Nebi Aleyhisselam, çünkü Peygamber Aleyhisselam Osman radıyallahu anh'ı özünün kızı Ruqayya'nı bədi. Ruqayya'nı nikahlab qoydu. Velemma matet Ruqayya anımız vefat bo'lgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam Osman radıyallahu anh'a özünün Ummu Kulsum degan qizini nikahlab qo'ydi. Velemma matet Ummu Kulsum radıyallahu anh'ı vefat bo'lgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam dedi ki لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. Eğer benim kışımda üçüncü bir kızım olsaydı, onu mu sana nikahlab qo'ygan bo'lardim degan edi.
فَلِذَا سُمِّيَ بِذُنُّورَيْنِ. Şu sebepten Osman radıyallahu anh Zünnûreyn dep atalgan edi. Ruviye an Enes. Enes radıyallahu anh rivayet kılındı ki uzatmıdak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat-ı rıdvanı buyurgan vaqtida, sahabalarını beyat-ı rıdvan bilishki buyurgan vaqtida Osman radıyallahu anhu Resulullah'ınki Mekke'ye evetken elçisiydi. Febayi'an nas. Resulullah kişilerin beyat aldı. Beyat edip Resulullah bundak dedi. İnne Osmane fi hacetillah ve haceti Resulillah. Şüphesiz ki Osman Allah'ın haceti ve Resulullah'ınki haceti hakkında kirip gitti. Dedi fedarabe aleyhisselam bi ihda yedeyhi alel ukhra. Resulullah iki kolunun birini yeni bir kolu vurup bana bu Osman'ın kolu edip beyat aldı. Fekanet yada Resulullah yani Resulullah'ın iki kolu Osman radıyallahu anh için bergen iki kolu hayran min eydihim li enfusik. Ulanın özü için bergen kollarının neccesi yakşı idi. Minel mesabih bu mu? Mesabih üstündedir rivayet kılamadaydı. Thumme Ali ibn Abi Talib. Andikin Ali ibn Abi Talib el-Murtada Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Yani andikin Osman radıyallahu anh kalsa Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'la ecmaindir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundakti dedi. Ali radıyallahu anh. Ente minni bi menzileti Harun min Musa aleyhisselam. İlla ennehu la nebiyye ba'di. Sen mendin xuddi Musa aleyhisselam'dın Harun aleyhisselam'ın Musa aleyhisselam bilen Harun aleyhisselam'niki o'rni bo'lgandek sening o'rning manga nisbatan xuddi Musa aleyhisselam bilen Harun aleyhisselam'ning Musa aleyhisselamga bo'lgan o'rni bo'lganidek mening o'rnimga sening o'rning manga nisbatan shunga o'xshaydi shundoq degan edi. Lekin illa ennehu la nebiyye ba'di. Faqat mendan keyin payg'ambar yo'q degan edi. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi, sen payg'ambar emas. Ammo menga o'rinbosar bo'lish jihatda xuddi Musa aleyhisselam bir kelsa, to'rtta qiz kelsa, Harun aleyhisselam Bani İsrail'ni o'rinbosar bo'lib qolgandek, sen mening ajda ishonchlik o'rinbosarimsan degan edi. Xo'sh, endi abidina degan ey kanu abidina lillahi taala. Ular hammasi Alloh taologa ibodat qiluvchi edi. Sabitina alal haqqi, haq ustida mustahkam turuvchi edi. Va ma'al haq va haq bilan birga edi. Ya'ni ey kanu ma'al haqqi taala. Ularning ibodatida haq taolo bilan birga edi. Ya'ni abaduhu bis sidqi vel ihlasi vel xushu'i vel xudu. Ya'ni ular Allah Teala'nın sıdık, intayin, samimilik, rastçılık bilen, ihlas bilen, huşu' bilen, hudu' bilen, küçük gönüllük bilen, kemterlik bilen, Allah Teala'nın kokaş bilen ibadet kılgan edi. Netevallahum cemiyen, ey nuhibbuhum cemiyen. Yani biz ulanı hemmisini bir yola yaxşı görürüz. Yani cemi'al hulafa'il erba'a. Bu dört halifenin hemmisini yaxşı görürüz. La nufarriqu beynehum bi hubbil ba'di ve bughdil ba'd. Ulanın arasını ba'sini yaxşı görüp, ba'sini düşman tutup ayrı etmeyimiz. Ve ravafidu ebgadul hulefâ'e selâse. Rafiziler 3 halifini düşman tuttu. Rafiziler 3 halifini düşman tuttu. Yani cemi'al hulefâ'e selâse. Yani 3 halifinin hemmisini düşman tuttu. Ferafadu ve terakul mezhebel hakkı. Yani ular hak boğan yani hemme halifini yaxşı görüşten ibaret hak boğan mezhebini terk etti. Vel havaric. Havaricler bolsa ebgadu aliyen. Ali radıyallahu anh düşman tuttu. Fekaracu anis sıratı müstakim. Ular doğru yolunu çıkıp gitti. Ve la nezkuru ahaden min ashabi Resulullah. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarının hiç kimni yaxşılıktan özgü gap bilen zikir qilmaymiz. Yani ehli sünnet ve cemaatning itiqadi shuki tezkiyetü cemi sahaba. Cemi sahabalarni paklash ve ularni medihilash. Shundaki Allah Teala Allah'ın Resulü ularni medihilgandek. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Yani bu sahabaların hakkında düşen ayetler intayın küp. Ve ma cera beyne Ali ve Muaviye. Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma'nın oturuşta cari boğan bu işler, bu canlar. Kâne mebniyen alel ictihad. Bu ictihat üstüne kurulgan idi. Yani Ali radıyallahu anh'ın ictihat kılgan idi. Muaviye radıyallahu anh ictihat kılgan idi. İctihat kılgan idi. Ama ictihat cihatta Ali radıyallahu anh'ın ictihadı doğru idi. Muaviye radıyallahu anh ictihatta hatalaşkan idi. Demek kullu mujtehid eğer ictihadı doğru tapsa iki ecir hatalaşıp kalsa bir ecir degan kaide var. Emdi keda fil İhya Ulumuddin degan kitapta şunda kelgan dedi. İmam Gazali şunda yazgan dedi. Ömer radıyallahu anh rivayet kılındı. Uzat mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ekrimu ashabi. Mening ashablarimga hurmat qilinglar. Fa innahum khiyarukum. Çünkü ular sizlarning eng yaxshilaringlar. Summallazina yalunhum. Andan keyin ularga yondashganlar, ya'ni tabi'inlar eng yaxshi. Summallazina yalunhum. Andan keyin ularga yondashganlar, ya'ni
Tabi'illah en yaxşı. Sümme yadharul kuzzebu. Andikin yalgancılar aşkar buludu. Ve kuzzeb bolsa yine kazibin köprü şekli buludu. Yalgancılar. Eğer kezip bolsa andiki yalan aşkar olduğu gibi yani bu mecaz buludu çağda. Meğer isim maslar isim payılmaz kazib. Yalgancılar aşkar buludu. Yani Musaylime kezzaptek. Kinki azgullah bid'atçılar aşkar buludu diye yapıyordu. Minel mesabih. Bu mesabih sünnetin ağındaydı. Ve la nukeffiru muslimen emdi biyade mişen tatıp emdi bizge yine şu sahabelaniki otur şu zamanda başlangan havariciler Müslümanlarını kafirge çıkargan tekfir kılıp şula karşı şu İmam Azam'ın zamanında ötken şu millet yani Mu'tezile kafir diyen günah kafir koç kafir diyen şulaniki kafir olan yani artık o egete bakma özüyle kafir ölümü dikkat diyen bu şulaniki gepler kartta ve la nukeffiru muslimen ehl-i sünnetin karşında İmam Azam dedi ki ve la nukeffiru muslimen bi zenbi min zunub. Bir Müslümanla biz birer Müslümanla günahlardan boğan birer günah bilen kafire çıkamayız. Ve in kânet kebiraten eğer çoğu günah çoğun günah boğan takdirde mi? İzâ lem yestahilla. Kaçan ki aç günahını çoğun sanıp halal sanıp bakmasa. Halal sanımasa. Yani bunun manası ve la nukeffiru muslimen bi zenbin. Biz hiçbir Müslümanla günah bilen ne bilin çıkartmayız. İman İslam'dan çıkartmayız. Kema yukeffirul havaricu murtekebil kebira. Havariciler çoğun günah ötküzge adamını kafir digendek. Kafir demeyimiz. Ama men istehalle ma'siyet. Ama bira ma'siyet, bira günahını küçüksünü halal sanıgan adam ve kad sebetet bi delilin kat'iyyin fehuve kafirun billah. Yani delil kat'i bilen onunki Allah Teala kafir kellekin sabit olan. Demiş kal diyen istihlalaha tekzibun billahi ve resulü. Çünkü günahını halal sanıganlık Allah'ın Resulüne ya inkar kılganlıktır. Yalganı çıkarganlıktır. Ve la nuzilu anhu. Yani biz çoğun günah ötküzgen Müslümandın yani halal sanımasın çoğun günah ötküzgen Müslümandın iman ismini ilüv etmeyimiz. Bunu biz müminen hakikatte yani mecaz ülülen emez hakikat ülülen müminde batayımız. Eşarel imam bayağı kavlulen ila ennel muslime yusemma müminen hakikaten Müslüman mümin de batılıdır hakikat manasından mecaz manasından emez hakikat manasından Müslüman mümin de batılıdır diye işaret kıldı. Ve hada yedullu manı bu ala ittihadil İslam ve iman. İslam bilen imanın bir ikenliki dalalet kılıdı. Eke zahri ve batın. Xuddi öşünü bilen qosaqqa oxşar. Endi bu ikisindeki İslam bilen imanlıki bir cihetini oxşudu, bir cihetini oxşamaydı. Cihetle. Bir itibar. Bir itibaratla oxşamaydı. İslam degendeki manası boysunluş degen gep. İman degenning manası ishonish, tasdiqlash degan gap. Payg'ambar alayhisalomning Jibril alayhisalom kelganda, hadis kelganda islom degani nima deganda, islom degani shahadat la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh, iqomat salat, itoat zakat va som Ramazon va hajjul bayti man istata ila sabila deb tushundigan. Uni keyinidan iymonni so'g'anda, mal iymon deganda, al iymon an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi vel yevmil oxir vel qadari xayrihi va sharrihi min Alloh taolo deb ma 6 so'zni so'zlagan. Endi iman degan mavki, islom degan mavki desa, mav bir jihatdan, munda jihatdan ha. Şomun erkanil islom, erkanil iman deyiladi. Ammo yeni bir jihatdan bir odam shu imonla aytib qo'yib, namoz o'qimasa, islomdan qolgan hech qaysini qilmasa, la ashhadu la ilaha illalloh demasa, namoz o'qimasa, zakat bermasa, ro'za tutmasa, haj qilmasa mo'min bo'lamdi. Yeni bir odam shu altı iymanga ishonmay, faqatlam teshda namoz ham o'qib, buni qilsa musulmon bo'lamdi, mo'min bo'lamdi desa, chuqur bu ikkisi birisi-birini bog'lab turadigan narsa. Chuqur bular birisi-biridan ayrilanmaydigan. Haqiqatda birisi-biridan ayrilanmaydigan narsa. Chunki imonsiz islom bo'lmas, islomsiz iymon bo'lmas. Degan gap ma'nosi mushu. Deyotdi. Ve yecuzu en yekuna murtekibel kebira. Yani çoğun günah ötküzgücü mümin fasık buluşu caiz bulundu. Gayri kafir. Kafir emez. Kafir emez. Mümin fasık buluşu caiz bulundu. Yani de günah ötküzgü adam okşar Müslüman olsa fark olması yok. Günah ötküzmeye yaşlı çıkan mümin Müslüman, mümin kamil. Bu olsa mümin fasık bulundu.
El fisku fisk degan nimasi? Fisk degan huvel huruc an taatillah. Allah Teala'nınki taatidan günah köbürü ötkürüşlen çıkıp gitiş degan bo'ldi ma'nosi. Qala sadrul şeria İmam Sadrul Şeria mı da degan. Fel kebiretu kullu ma yusamma fahişeten. Kebir günah kebir degan fahiş set atalgan narsaning hammasi günah kebir. Masalan kellivata, bachchivozlik va nikohi mankuhatil ab. Dadisi nikoh olgan xotin nikoh qilishdak, zino qilishdak, o'g'irlik qilishdak, jazoni yeyishdak, qizigan jondan qochishdek, yetimning molini yeb olishdak, shu hammasi gunoh kabiralar. Yolg'on qasam ichishdak masalan. İmam Zahabiy Kebair deb kitob yozib, shunda gunoh kabirini 70 necha qilganda. Aw thabatat laha bi nassin qati'in uqubatun fid dunya vel ahireh. İmam Sadrul Şeria deydi-ki, umumlashtirib keltirib, bunda sat fahish gunohlarning hammasi gunoh kabira bo'ladi. Yoki uni Qur'oni Karimda nassi keskin nas kelgan. Qur'oni Karimning keskin nasi bilan dunyo oxiratda azob keladigan jinoyatning hammasi nima? Gunoh kabira hisoblanadi degan edi. Va qalatil mu'tazila bundoq dedi. Murtakibul kabira fasiq. Cho'ng gunoh qilgan fasiqdir. La yajuzu an yakuna mu'minan, bunun mu'min bo'lish joiz emas. Va la kafir bo'lishi joiz emas. Va asbatu manzilatan baynal manzilatin, bular ikki manzilning o'rtasidagi bir manzilni isbotladi. Ya'ni kufr bilan iymonning o'rtasida. Val mashu alal khuffayn sunnah. İki etekning ustiga masih qilish sunnatdir. Ya'ni sabata javozuhu bis sunnatil mashhura. İki etekning masih qilishning joizligi mashhur sunnat bilan sabit bo'ldi. Faman ankarahu fa innahu yukhsha alayhi al-kufr. Kimki ikki etekning masih qilishni inkor qilsa, uning kafir bo'lishidan qo'rqiladi. Li'annahu qaribun min al-khabar al-mutawatir. Chunki mashhur xabar mutawatirga yaqindir. Va taravih fi layali shahr Ramazon sunnah. Ramazon oylarining kechalarida tarovih namozi sunnatdir. Hada raddun ala ravafid. Bu rafizlarga raddur. Nimishqa raddiyadir. Fa innahum, chunki ular ankaru tarovih namozini inkor qildi. Val mas'al al-khuffayn, ikki etakni masih qilishni inkor qildi. Va masahu ala arjulihim bila khuffin. Ular futlarga etak kiymasdan futlarga masih qilishdi. Qala sahibul xulasa dediki, fil muntaqa va muntaqada dediki, suila Abu Hanife rahimahullah ahli sünnet ve cemaatning mazhabidan savol qilinganda faqala mundaq degan edi. An tufaddila shaykhayn va tuhibbal khatanayn. Ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhuni ortiq degaysan, bu ikkisini eng afzal degaysan. Va tuhibbal khatanayn. Osman radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhuni yaxshi ko'rgaysan. Va taral masha alal khuffayn. Ikki etakni masih qilishni ravo ko'rgaysan. Ve tusalli halfe kulli berrin ve facir. Her bir yaxshi yomonning keyinida namoz o'qiysan, ya'ni namoz o'qishni ravo degaysan. Vallohul hadi deb javob bergan edi. Va salatu halfe kulli berrin ve facir. Her bir yaxshi yomonning orqasida namoz o'qish, mu'minlardan bo'lgan har bir yaxshi yomonning orqasida namoz o'qish joizdir. Ve tukrahu li vujudi imani. Ve makruh bo'ladi. Joiz ammo makruh. Joiz ammo makruh. Nimishqa joiz desa, li vujudi imani. Uniki iymoni bo'lganligi uchun joiz. Uning iymoni bo'lganligi uchun joiz. Nima uchun makruh desa, val karahatu li'adami ihtimamihi fil umuri diniyya. Nima uchun fojirning keyinida namoz o'qisa makruh bo'ladi desa, bu chunki diniy ishlarga ko'ngil bo'lmaganligi uchun. Diniy ishlarga ko'ngil bo'lmaganligi uchun makruh. Ammo nima uchun joiz desa, iymoni bo'lganligi uchun joiz. Qala Nabiy alayhisalom payg'ambar sollallohu degan edi. Man salla khalfa alimin taqiyyin فكأنما صلى خلف نبي من الأنبياء. Kimki bir taqvodor olimning orqasida namoz o'qiydi ekan, u xuddi payg'ambarlardan bir payg'ambarning orqasida namoz o'qigan o'xshash bo'ladi. Va man salla xalfa nabiyyin min al-anbiya, kimki payg'ambarlardan bir payg'ambarning orqasida namoz o'qiydi ekan, g'ufira lahu ma taqaddama min dambi. Uning ilgari o'tgan gunohlarining hammasi mag'firat bo'ladi. Ya'ni as-saghaira. Ya'ni kichik gunohlar hammasi mag'firat bo'ladi deydi. Demak, xulasatul kalam, bugungi darsimizning xulosasi shuki, ahli sunnat va jamoat aqidasining eng yadrolik masalalaridan biri to'rt xalifani yaxshi ko'rish tartib bo'yicha. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng afzal, undan qolsa Umar radhiyallohu anhu, undan qolsa Osman radhiyallohu anhu, undan qolsa Ali radhiyallohu anhu deb yaxshi ko'rish va sahobalarni umuman tillamaslik.
sahabalarni yomon gap bilan tilga olmaslik, yaxshi gap bilan tilga olish. Va hattoki Ali roziyallohu anhu, Muaviya roziyallohu anhu o'rtasida bo'lgan janglarni Muaviya andoqcha mundoqcha deb tillamay, balki ular ijtihod qilgan. Ali roziyallohu anhu ijtihodni to'g'ri topgan, Muaviya roziyallohu anhu ijtihodi xato ketib qolgan deb bunda deb bitib ketish. Ya'ni ularni qarshilab birini tillab kofirga chiqib, birini musulmonga chiqib bunday ketishning o'rni yo'q. Demak, ahli sunnatniki ko'z qarashlari muhim ko'z qarashlaridan biri bu. Yana biri ütakki masih qilish masalasi. Ütakki masih qilishmi ahli sunnatniki nishonlaridan biri, shuarlaridan biri. Anladın? Çünkü Şialar ütakki masih qilmaydi ham ütak yemagan putini yuyishning o'rniga putiga masih qiladi. Bu Shianiki ozg'unliklaridan biri, ahli sunnatniki ayrilib turadigan taraflardan biri bu. Yana biri Xavorijlarni keyin kelib Pustonchi kofir, Andochi kofir, musulmonni kofirga chiqarib, buni keyin namozga qo'llanmaydi deyishning o'zimi bu Xavorijniki ishi. Hozirgi zamondagi chiqqan Vahoblarniki gap endi bu. Bo'lmasa bu ya'ni İmam Azam'ın zamanı tartib fasıq olsun, fajr olsun keyin namoz o'qish ravo. Ammo fajr adamning keyin namoz o'qish makruh. Nimishqa? Fajr degan ya'ni dinni ahkomlaridan ko'ngil bo'lmaydi, ishtonlari pokiz emasmi? Haromdan yemdi, halaldan yemdi, qo'llanmaydi. Endi bo'lgandan keyin bak bir keyin namoz o'qiyotgan gap emas, ammo udul gap qilgan chog'da mayli nima qil. Deb bugungi darsimiz intayin muhim bo'lgan aqidalarimizga deb berdi. Bu aqidaniki asosiy ilohiyat nubuvatni bo'lmagan bilan shu ahli sunnatniki shuari haqida, shuari hisoblanadigan ahli sunnatlar mushunda bunday ishlar hozirgi zamonimizda ayrilib turadigan ahli sunnatniki shuarlari desak bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.